Assalomu alaykum aziz do'stlar. E'tiboringizga biz yangi maqolamizni OJS platformasining yangi funksional imkoniyatlari yordamida yuklashni o'rganamiz. Demak, ushbu OJS platformasida biz yuklashni asosan AI yordamida amalga oshiradigan versiyasini ko'rib chiqamiz. Biz to'g'ridan to'g'ri yuklashimiz mumkin OJSga, ya'ni jurnal muharriri sifatida ham yangi topshiriqni boshlash kabi jarayonlarni amalga oshirish yordamida, lekin bizda tezkor bir bosqichli amalga oshirish uchun asboblarga kiramiz va bunda asosan Quick Submit plagini bor, ya'ni bir bosqichli submission plagini. Buni biz takomillashtirdik, AI integratsiya qildik va AI yordamida asosan tezkor formalarni to'ldirish imkoniyatlarini ishlab chiqdik. Demak, ushbu maqolani biz AI yordamida yuklashni ko'rib chiqamiz. PDF faylni olamiz. 6-maqola. Demak, PDFni AI bilan tahlil qilishni bosamiz. Bitta narsa, agar sizda XML versiyasi tayyor bo'lsa, AI siz ham yuklash mumkin, lekin bizda asosan XML versiyasi bo'lmaganligi uchun PDF ni asosan AI tahlil qilish yordamida yuklaymiz. Ozgina vaqt oladi. Formalarni o'qib chiqib to'g'ri to'ldirishgacha bo'lgan bosqichda. Albatta, AIda ma'lum va ba'zi ma'lumotlarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ularni nazorat qilib, to'g'rilab, keyin yana qayta yuklashimiz mumkin bo'ladi. Bu funksiyalar tahlillash imkoniyati mavjud. Demak, maqolamiz AI yordamida yuklandi. Endi mavzularni tekshirib ko'ramiz. Birinchi bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Maqola ruscha edi. Shu uchun ruscha belgilaymiz. Maqolalar bo'limidan maqolalarni tanlaymiz. Demak, endi tekshirib ko'ramiz, maqola nomlanishi to'g'rimi? Demak, ruscha versiyasida asosan to'g'ri. Keyingisi bizda o'zbek tilida ekan. Demak, maqola nomlanishi o'zbek tilidagi versiyasi kon mashinalar ichki. Bu ham to'g'ri. Imkoniyatlar va ingliz tilidagi versiyasi. Xo'sh, ingliz tilidagi maqola nomlanishi noto'g'ri. Qaytadan to'g'rilaymiz va yuklaymiz. Demak, annotatsiyalarni tekshirib ko'ramiz. Solih. Demak, annotatsiya to'g'ri. O'zbekchasini tekshirib ko'ramiz. O'zbekcha to'g'ri va inglizcha versiyasi ham to'g'ri. Demak, ключевой slovalari dvigatel to'g'ri. Demak, o'zbek tilidagi filtrlash to'g'ri. Ingliz tilidagi versiyasi internal to'g'ri. Demak, adabiyotlar ham avtomatik kiritilgan. 9 ta adabiyotimiz bor ekan. Demak, 9 ta to'g'ri kiritgan. Endi mualliflarni tekshirib chiqamiz. To'g'ri mualliflar kriteriyasi to'g'ri оформление bo'lganmi? Shu holatlar bo'yicha tekshirib ko'ramiz. Demak, to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Va bizda O'zbekiston davlat tanlaymiz va rus tilidagi tashkilotning nomlanishi noto'g'ri. O'zbek tili bo'lib qolgan, o'shani to'g'ri kiritamiz. Qolgani to'g'ri.
Birinchi muallif bo'yicha ma'lumotlar tekshirib ko'rdik. 3 ta til bo'yicha ham ba'zi kamchiliklar bor edi, ularni to'g'rilab chiqdik. Va ikkinchi muallif bo'yicha endi tekshiramiz. Ya'ni Karimov ekanlar muallif. Demak, to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Davlat O'zbekiston tashkilot. Rus tilidagi versiyasi noto'g'ri. To'g'rilab kiritamiz. Старший преподаватель, kichik o'qituvchi. Nimaga kichik o'qituvchi? Aslida katta o'qituvchi bo'ladi. Shu yerda endi senior lecturer to'g'ri, lekin faqat kichik o'qituvchi emas, katta o'qituvchi bo'ladi. Bu to'g'rilandi. Xo'sh, PDF versiyani o'chiramiz, sababi bu maqola nashriyotda to'g'ridan-to'g'ri saytga ko'rinmaydi. Uni qaytadan submission qismiga o'tganimizdan keyin yuklaganimiz ma'qul hisoblanadi. Demak, I formasi to'ldirildi va keyingi bosqichga o'tkazildi. Endi keyingi bosqich bo'yicha tekshirishni davom ettiramiz. Chop etish uchun rejalashtirishni bosamiz. Bu yerda adabiyotlar kiritilgan, tayyor gallerylar kiritishimiz kerak bo'ladi. PDF tanlaymiz. Rus tilida maqolamiz edi. Saqlash tugmasini bosamiz. Maqola matni PDF 6 maqolamiz edi. Bu to'g'ridan-to'g'ri saytda ko'rsatish uchun PDF versiyasini tugatishni bosamiz. Demak, biz sahifalarni bilib olishimiz kerak. Demak, sahifa 40-sahifadan boshlangan ekan, 47-sahifaga tugayapti. Demak, biz sahifalarni kiritib, albatta saqlash tugmasini ham bosishimiz kerak. Va bu yerda maqolani songa biriktirishimiz kerak. Demak, hozirgi 104-son asosiy biriktiriladigan son hisoblanadi va chop etish uchun rejalashtirishni bosamiz. Son hali chop etilmagan, shuning uchun rejalashtirish holatiga bo'ladi. Demak, ushbu jarayonda bizda maqolada doi ham bor. Doini ham biriktirishimiz kerak bo'ladi. Demak, doi tahrirlashni bosamiz. Saqlashni bosib qo'yamiz. Depozit bo'lgandan keyin, ya'ni jurnal sonini chop etganimizdan keyin avtomatik ko'rinadi. Demak, bizda ushbu maqola hozir chop etishga rejalashtirilgan bo'limida o'tdi. Ya'ni bizda maqola yuklagan maqolamiz 3 ta tilda asosan. Buni oldindan ko'rib chiqishimiz ham mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda doilar ko'ringan, doi lekin hozir depozit bo'lmagan, chop etilgandan keyin depozit bo'ladi va to'g'ridan-to'g'ri sahifaga yo'naltiriladi. Demak, PDF ma'lumotlari bor, adabiyotlar silkalari keltirilgan, statistik yuklab olish bo'yicha statistik diagrammalar ko'rsatilgan, barchasi ishlaydi. 3 ta til bo'yicha almashtirib ham ko'rishingiz mumkin. Demak, ruschani bosamiz. Mana rus tilida har bitta muallif do'stiga bosganingizda ma'lumotlar chiqadi. Biografiyani bossangiz, bo'yicha ham qo'shimcha ma'lumotlar chiqadi. Barchaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bizni kuzatib boring. Agarda sizda jurnal muharrirligi uchun elektron saytlar, platformalar ishlab chiqish kerak bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Tahririyat YouTubening kommentariy qismida, tavsif qismida batafsil ma'lumot, kontaktlarni yozib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'ling.